2026-yil fevral holatiga ko'ra, YouTube'dagi eng ko'p ko'rilgan video Baby Shark Dance bolalar qo'shig'idir. Hozirda eng ko'p ko'rilgan videolar ro'yxati quyidagicha. Birinchi, Baby Shark Dance, Pink Fong, 16,4 milliarddan ortiq ko'rishlar soni. Ikkinchi, Despacito, Luis Fonsi va Daddy Yankee, 8,9 milliarddan ortiq ko'rishlar soni. Uchinchi, Wheels on the Bus, CoComelon, 8,2 milliarddan ortiq ko'rishlar soni. To'rtinchi, Bath Song, CoComelon, 7,3 milliarddan ortiq ko'rishlar soni. Beshinchi, Johnny Yes Papa, Lulu Kids, 7,1 milliarddan ortiq ko'rishlar soni. Qiziqarli faktlar. Baby Shark platforma tarixida 10 milliardlik dovonni bosib o'tgan birinchi video bo'lgan. Mr. Beast esa hozirda 465 milliarddan ortiq obunachiga ega eng katta kanal hisoblanadi.